Assalomu alaykum. Kechirim qalb tozaligi onlayn treningimizning aziz ishtirokchilari, Botiniy ong qudratlari kanalimizning kuzatuvchilari. Azizlarim, mana siz g'olib bo'lib, qaror qabul qilib, kechirim kursiga kirganingiz va bu kursda 20 ta darsni bajarib, o'z ustingizda ishlab, tozalanib, poklanib, xafagarchiliklardan qutulib, 21-darsimizga ham yetib keldingiz. Va g'olibligingiz bilan sizni tabriklayman. Mana shu joygacha yetib kelganligingiz, sizni tanangizdagi xafagarchiliklarni qo'yib olganingizni va ulardan qutulganligingizni ko'rsatadi. Agarki haliyam kimdadir qalbini qayerdadir bir og'riq yokida qayerdadir bir katta yechilmayotgan vaziyatni his qilayotgan bo'lsa, bu kursdagilar uchun 50% sessiyaga skidka qo'yganmiz. Aynan xohlagan vaqtingiz murojaat qilib 50% aksiya bilan sessiya olishingiz mumkin. Ayni mana shu kursdagilar. Azizlarim, demak siz shu kungacha yetib kelibsizki, juda ko'p bloklaringizdan tozalandingiz. Juda ko'p kechira olmagan xafagarchiliklaringizni qo'yib yubordingiz va bularni yechimini topdingiz. Qalbingiz tozalandi va hayotingizga juda ko'p yaxshiliklar, juda ko'p yangiliklar kirib kela boshladi. Va barchangizga ishonamanki, juda ham ajoyib o'zgarishlar munosabatlarda, pullarda, salomatlikda yaxshi natijalar bo'lgan. Chunki biz tanamizdagi mana shu bizga og'irlik qilib turgan yuklarni olib tashlay oldik va bulardan qutula oldik. Va tanamizni, qalbimizni erkin, sog'lom yashashga qo'yib berdik. Bugun biz o'tmishni qo'yib yuborib, yangi kelajak uchun ongi ostimizni dasturlaymiz. Ya'ni o'tmishdagi xafagarchiliklarni, kechira olmaslik holatlarini qo'yib yuborib, yangi kelajak uchun, baxtli kelajak uchun ongi ostimizni dasturlaymiz. Demak, azizlarim, tayyor bo'lsangiz, tinch holatda joylashib o'tirib oling. Va bizni butun tanamizdagi xafagarchiliklarni qolib ketgan, tub ildizidagi qolib ketgan yechimlarini ham ko'rib chiqamiz. Ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas olamiz. Butun tanamiz bo'shashgan holatda. Boshimiz, yuzlarimiz bo'shashgan. Peshonalarimiz bo'shashgan. Tanamiz bo'shashgan. Qo'llarimiz, oyoqlarimiz bo'shashgan. Yana bir marta chuqur nafas oling. Oyoqlarimiz bo'shashgan. Butun tanamiz bo'shashgan holatda. Butun
e'tiborni bosh miya markaziga qaratamiz va bosh miya markazidan qalbimizga tushamiz. Tasavvur qiling, siz sohil bo'yidasiz. Dengiz, suvlari tiniq va toza dengiz. Dengizni yoniga keling. Siz 21 dars davomida butun tanangizdagi xafagarchiliklardan, xuddiki ichingizni semirib yotgan semiz qurtlardan tozalandingiz. Bu semiz qurtlar tanangizni ichidan chiqib, terilarni atrofida faqatgina qobiqchalari, ya'ni uni murdalari, o'lik to'qimalarigina qoldi. Bir silkinsangiz, bir cho'milsangiz, bir yuvinsangiz, bulardan ham qutulasiz. Ya'ni siz hali qo'yib yuborolmagan, kechirib yuborgan, lekin qo'yib yuborishni kutib turgan vaziyatlaringiz bilan xayrlashamiz. Niyat qilamiz, hozir men mana shu ilohiy dengizda butun tanamdagi men qo'yib yuborolmagan vaziyatlardan tozalanishni va hujayra darajasida, DNK darajasida tozalanishni va poklanishni niyat qildim. Asta-sekin dengizga tushamiz. Butun tanamiz tozalanyapti. Butun tanamizdan boyagi qurtlarni mayda-mayda lichinkalari, mayda-mayda qolib ketgan po'stloqlari, qurib ketgan tanalari suvga chiqib ketyapti. Va suvni yuziga chiqib ketdi bular hammasi va oqib transformatsiya bo'lib uzoqlarga oqib ketdi. Butun tanangiz tozalanayotganligini tasavvur qiling. Tanangizni tagida mayda qumlar to'kilyapti. Sizni qo'yib yuborolmagan vaziyatlaringiz bu. Ongingizga buyruq bering. Ong ostimda chuqur joylashib ketgan, qo'yib yuborolmagan muammolarimni ko'rsat va bulardan meni xalos et. Men yangilanishni, yangi hayot qurishni tanladim. Va tanangizni bir burchaklarida, tub-tublarida qalbingizni qolib ketgan mayda-mayda qum zarrachalari ko'rina boshladi. Ularga ayting: men sizlardan darsimni oldim. Shu kungacha men bilan yashaganlaring va meni ulg'aytirganliklaring, menga dars berganliklaring uchun minnatdorman. Men bu darslarni qabul qildim. Men sizlar bilan o'sib ulg'aydim va rivojlandim. Endi menga bu darslar kerak emas. Men o'sib ulg'ayishni va rivojlanishni tanladim. Men sizlarsiz o'smoqchiman. Men rivojlanmoqchiman. Endi sizlar bilan xayrlashamiz. Va butun tanangizni tub-tubida qolib ketgan qum zarrachalari chiqa boshladi. Va tanangiz tozalana boshladi. Va tanangizdan chiqayotgan bu bloklar, ildizlar, sizni xafagarchiliklaringiz, sizni pullaringizni to'sib turgan xafagarchiliklaringiz, barakangizni to'sib turgan xafagarchiliklaringizni ildizlari
qum ko'rinishida tasavvur qilib yuvib yuboring. Sog'lomsizliklaringizni ildizlarida turgan xafagarchiliklaringiz, ularni ham yuvib yuboring. Butun tanangiz tozalanyapti. Boshlaringiz, sochlaringiz orasidan mayda qumlar to'kilyapti. Sizni bezovta qilayotgan o'y-xayollaringiz bular. Butun tanangiz tozalanyapti. Butun tanangizni qalbingizda tub-tubida qolib ketgan hamma negativ fikrlar, negativ o'y-xayollar yuvilib ketyapti. Butun tanangiz tozalanayotganligini tasavvur qiling. Va butun tanangiz top-toza. Pok holatda. Asta-sekin dengizdan chiqamiz. Va sohilga chiqing. Sohilda oppoq libosda yurib ketyapsiz. Va bu yerda stol va stul. Stolni ustida oppoq list turibdi. Bu listga ayting, yozing. Men o'zimga va'da beraman. Bundan keyin menga dars bergan darslarini to'g'ri qabul qilaman va ularni boricha qabul qilaman va xafa bo'lmayman. Men o'zimni doim sevishga va yaxshiliklarga, yangiliklarga doim o'zimga ruxsat berishga so'z beraman. Men eng yaxshilarga loyiqman. Men yangi hayotga tayyorman. Men sevilib yashashga, o'z hayotimni o'zim yaratuvchisi ekanligimni tan oldim. Men baxtliman. Men farovon hayotga, sog'lom hayotga loyiqman. O'z qalb xohishlarimni tan olaman va qalb xohishlarim bilan ish qilishga, o'zimni sevib, boshqalarni hurmat qilishga va'da beraman. Ismi familiyangizni yozing va minnatdorchilik bildiring. Siz yangi hayotga tayyorsiz. Chuqur nafas oling. Tepadan oppoq nur kelayotganligini tasavvur qiling. Oppoq nur. Bu Allohning shartsiz sevgi nuri. Boshingizdan tushib butun tanangizdagi hamma joyingizni tozalayapti. Qayeringiz sog'lomsiz organlaringiz bo'lsa, o'sha joyni yaxshilab aylantiring. Butun tanangizni tozalab, DNK darajasida o'zgartiryapti. DNK darajasida pozitivlikka, baxtlilikka dasturlayapti. Shartsiz sevgiga, shukronalikka dasturlayapti. Butun tanangiz toza va yengil. Judayam tozasiz. Va yangi energiya bilan yangi hayotga tayyorsiz. Men baxtli bo'lishga o'zimga ruxsat beraman. Men sevimli bo'lishga o'zimga ruxsat beraman. Men boy bo'lishga o'zimga ruxsat beraman. Sevilib yashashga o'zimga ruxsat beraman. Turmushga chiqishni xohlayotganlar, men oila qurib baxtimni topishga o'zimga ruxsat beraman. Men sog'lom va baxtli hayot kechirishga o'zimga ruxsat beraman. Chuqur nafas olamiz. Men baxtli va farovon yangi hayotga qadam qo'ydim. Chuqur nafas olamiz, chiqaramiz. Toza energiya bilan rang-barang yangi hayotingizga xush kelibsiz. Tanangizdasiz, uyingizdasiz, o'zingizni xonangizdasiz, ko'zlaringizni ochishingiz mumkin.
baxtli va farovon hayotingizga xush kelibsiz azizlarim.